Alo. Tabii. Ha, Otabek. O'la be. Men Abrorman. Nima gaplar? Yaxshi, rahmat, tinch. Nima kecha siz jonli efiringizda menga tupurdim, sanga panga qilib tashlabsiz? Bo'ldi. Ha, domla, assalomu alaykum. Alaykum. Hozir 1 minut. Shuni tashqariga chiqib oling. Alo. Hola bey. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ha, yaxshi. Endi sizni so'zingizdan kelib chiqib bu gap gapirilganda, domla. Men sizga tupurdim dedimmi sizni? Yo'q, to'xtang. Siz kimsiz? O'zingizdan o'zingiz men bitta gap gapirsam o'zingizga olib men bilan gaplashmasdan tupurdim qilib tashlayapsiz. Kimsiz yani? Yo'q, qarang, men sizga o'xshagan oddiy odamman men ham. Yo'q, men ham oddiy odamman-da, men o'zimni osmonda ko'targanim yo'q. Oddiy odam bo'lsangiz, oddiy gaplashing. Tupirdimmi yig'ishtiring. Sizni men yo, sizni dais deyotganim yo'q. Meni fikrim bo'yicha. Yo'q, qatnashga mana shu ishni ko'targan hammasi dais deyapsiz. Meni fikrim bo'yicha, fikr bu. Meni fikrim bo'yicha o'sha ayolni oppoq qilib ko'rsatayotganlar meni fikrim bo'yicha dayus. Sizni Otabek degan joyim yo'q, boshqa degan joyim yo'q. U narsani biz oppoq ko'rsatayotganimiz yo'q, domla. Nimaga unda siz olyapsiz? Xo'p, savol nimaga? Xo'p, Otabek eshiting. Nimaga siz oppoq qilib ko'rsatmayotgan bo'lsangiz, nimaga o'zingizga olyapsiz? Yo, siz mana shu ishni olib chiqayotganlarni deyapsiz-ku, domla. Oppoq qilib ko'rsatayotganlarni aytyapman. Mana shu oppoq hukumat uni hali oppoq deyotgan yo'q. Yana qaytib aytyapman. Otabek, jumlani tushunasizmi? O'zbekcha o'qiganmisiz? Aqlim zo'r, hamma narsaga kallam yetadi debsiz. Xo'p, kallangiz yetsa, sizga savol. Men sizni Otabek dayus degan joyim yo'q. Sirojiddin dayus degan joyim yo'q. Meni fikrim bo'yicha mana shu qizni, mana shu xotinni oppoq qilib ko'rsatayotgan odamlar fohishalik qilgan dedingiz. Kim aytdi fohishalik qildi deb? Mana siz aytdingiz-ku kecha shu. Nima dedim? Videoda aytyapsiz-ku. Siz savolga javob bering, keyin savolingizga javob beraman. Noto'g'ri tushungansiz. Siz noto'g'ri tushunib olib, hozir ham aljirayapsiz-da. Men aljiramayapman. Aljirayapsiz. Hozir sizga aytyapman. Men sizni dayus dedimmi? Meni shunday aytganingiz, shu temani olib chiqqanda dayusli. Olib chiqqanda dedimmi? Shu temani olib chiqqanda dedimmi? Nima deyapsiz? Shu ishni olib chiqqanda deyapsiz. Yo'q, shunaqa dedimmi? Yo, siz jumlani ona tili o'qiganmisiz? Men sizni meni ofisimga kelib yurardingiz, bilaman saviyangiz qanaqaligini. Eng oxirgi ko'rganimda qaysidir xotinning mashinasida minib yurardingiz. Uni eri sizni boshingizni yorib qo'ygandan ham xabarim bor edi. Nima qilasiz o'qimagan narsangizga, bilmagan, tushunmagan narsangizga sakrab odam ustiga? To'g'ri gapiryapsiz. Mayli, to'g'ri gapiramanmi, noto'g'ri gapiramanmi, meni ham shaxsiy fikr bildirishga haqqim bor O'zbekistonda. Esdan chiqarmang shuni. Meni fikrim bo'yicha o'sha Gulurani mana shuni qabul qildik, biz ham sizga shuni gapirdik, domla. Yo'q, siz haqorat qilyapsiz, tupurdim deyapsiz. Qayoqqa tupurasiz? Kimsiz siz? Siz kimsiz? Mana o'tgan safar ham Shotlandiya bo'yicha meni haqorat qilganingiz esingizda bormi? Shotlandiya bo'yicha kim qanaqa haqorat qildim? Shotlandiya masalasi nima aloqasi bor? Shotlandiyaga alohida o'tirib gaplashamiz. Любой joyda gaplashaman. O'shanda meni haqorat qilganingizda men Abdusolibga aytdim, domlaga bir yomonlik qilgan joyimiz bormi? Nima uchun bizni haqorat qildi deganimizda, Abdusolib agar erkak bo'lsa, mard bo'lsa, domla bilan anaqa qilib, balki anglashilmovchilik bo'lgandir, holat bo'lgandir, men o'zim tushuntiraman. Bir ko'rishaylik degan. Yo'q, hozir Otabek, Otabek, hozir bilyapsizmi hozir sakrayotgan joyingizni? Men sizga bitta mavzuni gapiryapman. Bu mavzu yopilmasdan noto'g'ri tushunib olib, boshqa mavzuga sakrayapsiz. Aniqki, u mavzuni ham noto'g'ri tushunib olgansiz. Yo'q, siz aytyapsizki, sen menga nima uchun bu holatda gapiryapsan deganingizga, men mana oldingi safar ham shunaqa holat bo'ldi. Shuning uchun nima aloqasi bor uni oldingi holat boshqa mavzu. Nima kengaytiryapsiz mavzuni? Nimaga bu yerda haqqingiz bor? Mana shu masala bo'yicha keling, hissiyotlarni yig'ishtirib tashlaymiz. Aytgan gapingizga javob bera olasizmi? Qonuniy asosda, madaniy saviyada aytgan gapingizni orqasida tura olasizmi? Turaman. Xo'p, tursangiz. Men yana qaytib aytaman, qaytadan jumlamni tuzaman. Mana shu voqea masala bo'yicha ichki ishlar, qidiruv xizmatidagilar o'zini vazifasini ado qilish jarayonida noto'g'ri ishlarga qo'l urgan. Bu jumlani aytmayapsizlar sizlar, men buni ochiq aytyapman. Mana shu noto'g'ri narsaga qo'l urganligiga qarshiman. O'zbekistonda shaxsiy daxlsizlik degan narsa bor. Birovi xonadoniga kirib borish noto'g'ri degan narsa bor. Lekin ichki ishlarning vazifasi bu. O'sha joyda agar Xudo ko'rsatmasin balog'at yetmagan bir qizni olib borib zo'rlayotgan bo'lsa, kimnidir so'yayotgan bo'lsa, u majbur kirib boradi. Faqat u yerda tezkor tizim ruxsat olmasdan kirib borganini isbotlaydigan dalillarni topish kerak ichkarida.
Bo'ldi, endi noto'g'ri bo'ldi, administrativ xatolar bo'ldi. Uning uchun sud ularni aybdor dedi. Lekin deyapman, bizni milliy qadriyatimiz bor, musulmonmiz biz. Endi mana shu masalada 3-4 ta o'z mansabini noto'g'ri yo'lda ishlatgan yigitlarni sabab qilib ko'rsatib, mana bu xotinni oqlab, mana bu xotinni mana shu xotin asli to'g'ri edi deb butun boshli sistemaga qarshi yurish, meni bilishimcha dayuslik. Meni bilishim bu shaxsiy. Majbur emassiz siz buni qabul qilishlikka, buni inkor qilishga haqqingiz bor, deyapman. Xo'p, shu fikrimga qayeriga siz qarshisiz? Nimaga o'zingizga olyapsiz? Nimaga meni dayus dedi deb tupurdim deyapsiz? Eshityapti hamma. 5000 ga yaqin odam jonlida turibdi. Sizni hamma eshitib o'tiribdi. Otabek, familiyangiz nima edi sizni? Jo'rayev. Otabek Jo'rayev. Mana PR bo'lsa PR. Qani gapiring, qayerim nima xato gapim bu yerda? Bismillah. Mana endi siz buni eshitib olganingiz domla yaxshi bo'ldi, efir qilayotganingiz yaxshi bo'ldiki, siz nimaga asoslanib bu xotinni fohishalikda aybladingiz? Bu temani olib chiqqanda dayishlikda siz ayblayapsiz. Sizga savol berdim. Qaysi gapimga e'tirozingiz bor? Yuqorida aytdim nima deganimni. Mana men sizga aytaman, o'sha holatingiz bo'yicha qayerda bu fohishalik qildi, qayerda biz dayishlik qildik, shuni men o'sha holat bo'yicha men gapirdim sizga. Jumlani yana qaytaraman. O'sha maktabda yaxshi o'qimaganingiz bilinyapti. Men u xotinni fohishalik qildi. Yo'q, o'qishmayapman, o'sha joy qaytaryapman yana. Men u xotinni zino qildi. Bu zinokor, fohisha deyotganim yo'q. O'sha mavzuni bir milliy qadriyatlarga ta'sir qiladigan, yap-yalang'och xotinni mavzusini ko'chaga olib chiqaveradigan odamlar dayus deyapman men. U xotinni ichkarida nima qilgan, boshqa men uni hech qanaqasiga men uni zino qildi, fohisha deyotganim yo'q. Fahsh ish bu deyapman. Fahsh ish bu deyapman. Fahshlikni qayerdan bilyapsiz? Yalang'och ko'chada turibdi, birovi xonadonida begona erkak ayol turibdi va sud ularni bu masala mana siz qaranglar, o'qimishli odamsiz, necha marta umralarga borgansiz, bilim saviyasi. Umrani nima aloqasi bor? O Otabek. Umrani, yo to'xtang, siz umrani nima aloqasi bor hozir? Nimaga gapdan gapga sakraysiz? Yo'q, Xudoni uyini ko'rib kelganimni nima aloqasi bor bu yerda? Biz hozir real hissiyotdan tashqari aql bilan gaplashamiz dedik. Mana men ham eshiting, men ham qo'yib bering, men ham gapiray, mana siz gapiryapsiz. Men ham qo'yib bering. Mana siz aytyapsiz, yalang'och holatdagi deyapsiz. Yalang'och holatdagini boshqa o'sha holatda turganmisiz, oldida bo'lganmisiz? Ko'rdingizmi ko'zingiz bilan qanaqa holatda yalang'och bo'lganligini? Videoda ko'rdik, ha? Videoda ko'rdingiz, to'g'rimi? Aslini-chi? Yo, aslini sud qaror qiladi uni. Sud qaror qilsa, sudning qarori bilan mana domla 2 kishi qamaldi. Yana 17 qolgan yana 9 ta xodimga nisbatan jinoiy ish ochildi. Nima uchun ochildi o'sha? Prokuratura javob bering. bo'ladimi? Nima uchun ochildi ularga? O'sha ya'ni ularni fohishalikda ayblagani uchun ochildimi? Qarang, domla, bizning qo'limizda boshqa o'sha 9 ta qolgan xodim bor, 9 ta xodim. Mana jinoiy ish ochilgan. Yo'q, savolga javob berasizmi? Qo'lingizdagi videoni qo'ying. Sizga savolga javob berasizmi? Men u ayolni fohisha deganim yo'q. Otabek, eshiting gapni. Ja, endi osmonda bo'lsangiz, o'zingiz bilasiz. Gapni eshiting. Men osmonda emasman, pastda. Osmonda siz o'zingizdan o'zingiz o uzoqqa borib tupurdim deyapsiz menga. Zalga qatnashadi, nimalarni aylantiryapsiz? Konkret erkakcha gaplashsangiz, erkakcha gaplashing. Gaplashaman domla. Yo'q, gaplashmayapsiz. Nimaga 50 xil mavzuni ko'taryapsiz? Nimaga? Sababi o'tgan marta birinchi masalada Shahotlandi masalasida bilmay turib gapirib qo'ydingiz. Sizga kerak mana yo'q, nima aloqasi bo'ldi? Shahotlandini gaplashamizmi? Shahotlandini gaplashamizmi? Yopamizmi mana Gulrano masalasini? Faqat ikki tomonga ham. Nimaga ikki tomonga? Xohlagan sakraysizmi siz? Endi qarang, ertaga mana qo'limizdagi fleshkalar sudda e'lon qilinsa, biz qo'limizda mana 9 ta xodimda bittasi bizga hamma ma'lumotni fleshkani bergan. Biz necha martadan beri aytamiz, mana qo'limizda fleshka bor. Prosta bu yerda birovda shaxsiyati, birovda narxasi bo'lgani uchun internetga chiqara olmayapmiz. Ertaga namoda shohriga yozib, mana qo'limizdagi fleshka o'zlaringning xodimlaring, o'zlaring 9 tadan bittasi olib kelib bergan fleshka namoda yuzaga chiqib ketsa, uyalib qolmaysizlarmi? Qayta aytyapmiz. Yo'q, nimaga uyalaman men? Uni sud hal qiladi deb aytayapman suhbatda. Sud hal qilsa mana 2 kishi qamaldi, domla. Nimaga qamaldi? Shunga savolga javob bermayapsiz. Xudo taolo, mana shu noto'g'ri qolgan holat bo'yicha nima fohishalik qilmagan holati. Yo'q, shunaqami? Statusini bilasizmi? Qaysi stati bilan qamalganini? Domla, hammasini bilaman. O'sha sud jarayonida hammasida qatnashganman. Nima stati bilan qamaldi? Kim? O'sha ikkitasi kim?
tergovda noto'g'ri holat bo'lganligi uchun, hujjatlarni soxtalashtirganligi uchun mana qamaldi. Ha, bu degani bilasizmi? Bu degani. Ha, ular degani ikkitasi balog'atga yetgan, xohlasa zino qiladi. Sen nimaga aralashyapsan? Sen sud emassan-ku, prokuratura emassan-ku sen. Qilaversin zino. Sen nimaga o'tga aralashyapsan deb ularga jinoyat ish ochildi. Mana endi mana shu majburiy ishlab turish boshqa holat. Bular boshida maktabda o'quvchisi deb keldi. Maktabda o'quvchisi emas ekan. Qaymaydi. Tushundingizmi? Yo'q, Otabek tushundingizmi jumlani? Hozirgi jumlani tushundingizmi? Nima dedim hozir? Hozir nima dedim? Oxirgi jumlamni tushundingizmi? Nima uchun qamaldi ular? Aytamanki sizga nima uchun qamalganda, noto'g'ri soxta hujjat qilgani uchun qamaldi. Yo'q, siz aytayapsizki, o'sha zinoda ayblagani uchun qamaldi deyapsiz. Yo'q, zinoda ayblamagan ular. Ular noto'g'ri qilgan ikkitasi. Yo'q, sud aytayapti. Eshiting, xo'p, men sizga aytib beray, menda turibdi hammasi. Bu yerda nima bo'ldi? Qarang. Qarang, bu yerda nima bo'ldi? Bu sizlar ko'tarayotgan narsani shuni aytayapmanki, noto'g'ri bu erkaklar. Ayolingiz bor, qizingiz bor, ko'tarmang buni deyapman. Nimaga desa, sud Gulranoni da'volarini birortasini isbotlagani yo'q. Hammasi isbot topgani yo'q. Bu bir. Ikkinchidan, tizimda ichki ishlar qidiruv bo'limidagi tizimdagi yigitlarni nima qildi ular zino qilsa? Sen nima aralashyapsan deb ularga jinoiy ish ochildi. Siz qarang, bu ayblamaganligini sizga qayerdan ma'lumot keldi? Hali sudda xulosasi yo'q. Yo'q, ayblamadi hali. Sakashku. Topilmadi deyapsiz. Topilmadi mana Akmal Xo'jayev 86-yilda tug'ilgan, Jasur Rasulov 91da tug'ilgan. Jinoyat kodeksining quyidagi moddalar nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir erkakda aybli deb topildi. Moddalarning hammasi aralashma, nimaga aralashding degan moddalar. Qissa qilaversin, u nima bo'q yesa yeyversin deyapti, sodda qilib aytganda. Sen nima aralashyapsan? Nimaga ularni tepasi u pul bermayapti bir-biriga, ikkalasi balog'atga yetgan. Nima qilasan ularni sirrini ochib deyapti. Sud shu to'g'ri yo'ldan ketyapti. Sud sizga bitta savol. Ichki ishlarning vazifasi nima? Prokuraturaning vazifasi nima? Bismillah. Ichki ishlarning vazifasi prokuraturaning vazifasi. Bu holat bo'yicha domla qarang, bunday qilaylik, siz bilan bu holatni o'zini ishini hamma o'zi ish qilsin. Savolni qaytaraman. Prokuraturaning vazifasi nima? Ichki ishlarning vazifasi nima? Jinoyatni oldini olish, prokuratura u nazoratga olish. Nima degani? Prokuraturaning ishi nazorat. Nima nazorat qiladi prokuratura? Tizimni nazorat qilish. Tizimmi? Ha. Qaysi tizimni nazorat qiladi? Ichki ishlarda bo'ladimi, boshqa bo'ladimi o'sha tizimni nazorat qilish. Lug'atingizda bilmadim degan lug'at bormi sizda? Bilmayapsiz, noto'g'ri narsa gapiryapsiz. Qanaqa bilmadim degan narsa? Bilmayapsiz-da hozir. Nimani nazorat qiladi? Prokuraturani? Sizni bilaman, tajribangiz ko'p bunaqa. Ha, tajribam ko'pligi uchun gapiryapman. Tajribam bor. Kim aylantiryapti? Otabek, kim aylantiryapti hozir? Hozir mana 5000 nima deb aylantiryapman? Sizga savol berdim. Prokuraturaning vazifasi nima? Ichki ishlarning vazifasi nima? Uni menga qizig'i, Qizig'i bo'lmaganligi uchun siz chalkashtiryapsiz masalani. Eshiting. Ichki ishlarning vazifasi inson huquqlarini himoya qilish. Prokuraturaning vazifasi jinoyat bilan ayblash. Ichki ishlar borib, u o'sha ichkarida ikkita Solahmondak, ikkita ho'kizdek odam bir-biri bilan zino qilib turgan bo'lsa ham, ichki ishlarning haqqi yo'q ularga. Sen nimaga zino qilyapsan deb ayblashga haqqi yo'q. Ularni majburiyati borki, shu yerda odam o'ldirib qo'ymayaptimi, balog'atga yetmagan qizni olib kirib shunaqa qilmayaptimi deb borib himoya qiladi ularni. Himoya uchun borgan bo'lish kerak. Shunaqa deb aytmadingiz. Chunki saviyali odam tushunib turibdi shunaqa deganimni. Siz tushunmayapsiz. Saviyali odam hammasini haqorat qilyapti. Yo'q, qani saviyali haqorat qilayotgani? Hozir tushundingizmi Otabek? Saviyangizni Otabek, gapni tushundingizmi? Prokuratura bilan ichki ishlarni mas'uliyatini farqiga bormaysiz va siz kirib olib bu yerda xalqning nomidan gapiryapman deyapsiz. Menga tupurdim deyapsiz. Ma'lum bo'ldiki, tupurgingiz basharangizga qaytib bordi. Siz o'sha o'zingizni o'zingiz bilasiz. Xohlasangiz osmonga tupuring, xohlasangiz shamolga tupuring. Menga tupurgingiz yetib kela olmaydi. Siz prokuratura bilan ichki ishlarni tizimini, mas'uliyatini oldin o'rganib oling.
ichki ishlar o'tga nima uchun ayblandi? Eshiting. Eshiting. Men aytdim shunaqa deb. Siz men aytdim men shunaqa deb aytdim. Siz tushunmayapsiz-da. Bu ishdan olib chiqqanlarga aralashayotganlarni dayis deyapsiz-da, yana fohishalikda. Nimaga men fohishda ayblayotganim yana qaytaryapman. Nimaga? Ichki ishlarning vazifasi borib ularni ayblash emas. Ichki ishlardagi o'sha yigitlarni sud aybdor deb topishini sababi sanlar insonlarni himoya qilishing kerak edi. Zino qilayotgan bo'lsa ham eshigini berkitishing kerak edi deb ayblayapti. Gapirish kerak edi. Aytdim men buni. Unaqa demadingiz-da. Yo aytdim, sizda saviya ma'lum-ku, kallangizda unaqa ximiyaviy reaksiya ketmayapti-yu. Domla, sizni hurmat qilamiz. Qo'ying, meni hurmat qilmang. Siz iminnoy siz meni hurmat qilmang. Men sizga tushuntiryapman hozir yana qaytadan. Mana bu suhbatdan keyin boring-da, suhbatimni qaytadan eshiting. Men hammasida gapiryapman. Bu ish ichki ishlar inson himoyasi uchun boradi. Qidiruv bo'limidagilar inson qidiruv Gulirani shantaj qilyapti, militsiyalar nohaq qamaldi bo'ladimi shunda? Yo'q, yana aytib aytyapman, militsiyalar haqli qamalyapti, noto'g'ri ish qilgan ular. Qonun bo'yicha noto'g'ri ish qilgan. Ular prokuraturani vazifasini qilmaydi. Aybni prokuratura e'lon qiladi. Sud qaror chiqaradi. Sudning holati ichki ishlar, prokuratura, advokat hammasini taqdim qilgan materiallardan kelib chiqib xulosa qiladi. Endi bu yerda Gulirano avval bergan ya'ni guvohliklaridan boshqasini aytyapti endi. Men bu yerda nima deyapman? Gulirano nima qilsa qilmaydimi? Menga farqi yo'q. Oilasi bor ekan, farzandi bor, u yerda maktabda direktor. Bu uni o'zini ishi. Lekin men aytyapmanki, bu yerda qadriyat degan narsa bor. Biz o'zbekmiz, musulmonmiz. Mana shu qadriyatga ko'ra bu ayolni mana shu masalasini ko'tarib olib chiqaverishlik sog'lom erkakning ishi emas bu. Sog'lom erkaklar bunaqa qilmaydi. Bu meni shaxsiy fikrim. Yo'q, men sog'lom emasman desa olib chiqaversin. Endi bitta narsada domla qarang, mana shunaqa holatlarda tizimda, ichki ishlar tizimida biz yomonlayotganimiz yo'q, prokuraturani yomonlayotganimiz yo'q. Yo siz kimsiz? Siz kimsiz? Yo siz kimsiz? Sizga sizni men men Abror Muxtor Aliman. Men Otabek Jo'rayevman. Men sizni tanimayman. Men ham sizni tanimayman. Nimaga menga unda murojaat qilyapsiz tanimasangiz? Siz gapiryapsizki dayusman. Men dayuslarni gapiryapman. Dayusmisiz? Shu temani olib chiqqanman-ku. Siz olib chiqqan bo'lsangiz, shuni agar dayus mana shuni gapirgan odam deyapman. Siz dayusmisiz? Qarang, nimaga qarang, mana sud davomida, tergov davomida chiqmadingiz-da, aynan kecha Shohrux G'iyosov bilan bog'liq bo'lgan holatdan keyin siz gapirib ketyapsiz. Chunki men endi ko'rdim bu masalani. Endi ko'rib, endi o'rganib chiqdim. Men ungacha umuman yo'q bu yoqda yo'q. Hali o'rganmabsiz. Yo'q, nimaga hozir mana hozir qarang, 5000 ta odam kuzatib turibdi. Bu endi chiqadi, hamma jonlida ketyapti. Siz birorta savolga javob bera olmayapsiz. O'zingizni men ham dayusmanmi deb sakrayapsiz. Men aytayapman, yo'q Otabek, siz bilmayman, siz dayusmisiz yo'qmi bilmadim. Bu masalada sud o'zini ishini qilyapti, prokuratura o'zini ishini qilyapti. Ichki ishlar nimaga men gapirmasligim kerak? Siz kimsiz meni taqiqlaysiz? Men xohlagan gapimni gapiraman. Men taqiqlayotganim yo'q, bemalol. Qani fohisha deganim 5-marta qaytaryapsiz. Yo'q, 5-marta qaytaryapsiz. O Otabek, 5-marta qaytaryapsiz, 5-marta inkor qilyapman. Men fohisha demadim, men musulmonman. Bu ish fahish ish, ko'tarmaslik kerak deyapman. Meni haqqim bormi shu gapni gapirishga? Ko'targan ko'taraversin. Meni fikrim bo'yicha bu masalani tagiga yetmay, ichki ishlarni ayblab, bundan tizimni ayblab ko'taraverganlar bular. Dayus meni fikrimda. Ko'tarsa ko'taraversin, ko'tarmasin demayapman. Nimaga meni taqiqlayapsizlar? Gapirishga haqqim yo'qmi meni? Siz gapiring, boya gapiring, domla, boya siz normalni gapirdingiz. Yo'q, hozir ham normalni, boya ham undan oldin ham normalni gapirganman. Yo'q-da, kecha boshqacha gapirdingiz, bugun boshqacha gapirdingiz. Nimaga men turibman-u, videoda turibdi gapirgan gaplarim. Yo'q-da. Yo'q, sizda o'shaqa tushuncha yo'q menimcha. Biz video qilib bundan siqilgan. Yo'q, qo'lingizdan kelganini qiling. Sizdan qo'rqqan odam maydonga chiqsa nomard. Sizdan qo'rqadigan joyim yo'q. Hech kim uchun qo'rqadigan zamon emas. Yo'q, siz meni ofisimda yurardingiz, taniyman-ku sizni men kimligingizni. Yana qaytib aytaman. Siz boya yana menga tuhmat qildingiz. Tuhmat qilayotganim yo'q. O'sha kuni mendan kelib masala so'ragansiz. Falonchini iri anaqa qiluvdi, mashinasini minib yurdim, kelib boshimga urdi deb mendan masala so'ragansiz kelib. Astag'firullah. Hayotda u gapni gapirmagan onamni bergan harom bo'lsa, sizga u gapni. Astag'firullah va atubu. Nima onangizni qo'shyapsiz? Nima onangizni qo'shyapsiz? Boshingiz nimaga yorilgandi o'shanda? O sizga hayotda u payt u masala yo'q. Meni ofisimga kelib mendan so'ragansiz. Meni ofisimga kelib men qayerdan bilaman unda? O'sha Chopayizda ofisda bo'lganmiz. Ha, xo'p, mendan nimaga so'ragansiz unda? Men so'ramaganman. Qayerdan bilyapman unda men?
Abdu Soliqni oshxonasiga borib osh yeb chiqib ketganmiz, bo'ldi, xolos. Mendan nimaga men qayerdan bilyapman unda boshingiz yorilganda ana bu o'sha bu internetda bor. men kuzatmayman internetni. Mendan so'ragansiz o'sha falonchini xotini unaqa holatim bo'lmagan. bu falonchini xotinidan xabar olmaydi. Men xabar olib yuribman undan. Mashinasini minib yurganmidingiz? Qanaqadir xotinning mashinasini? Yo'q, hech qachon unaqa bo'lmagan. Tema unaqa ham boshlanmagan. Nima? Borim bergan. Xo'pda, o'sha men sizni gapirganim yo'q. Mavzu qilib siz meni ko'tarib chiqyapsiz. Endi esimga kelyapsiz. Men sizni tanimayman ham, siz bilan bizni hayotimizda kesishadigan nuqtamiz yo'q. Bemalol ishingizni qiling. Siz osilyapsiz menga. Siz osilmang bunaqa. Siz dayus deganingizdek keyin Dayus, men aytamanki, men yana qaytib aytaman. Bir millatni ichida mana shunaqangi videolarni, mana shunaqangi ayollarni mavzusini ko'tarib olib chiqaveradigan odamlarda dayuslikdan nasiba bor. Mening shaxsiy fikrim bu. Yo'q, men qabul qilmayman desa, bemalol qabul qilmaslikka haqqingiz bor. Yo'q, men o'shaman desangiz, unga ham haqqingiz bor. Hech muammo yo'q bu yerda. Qani bitta erkin fikrlikka ya'ni taqiq. Domla, mana oxirgi jumlada sizning fikringiz nima endi mana shu masala mani yorib tez ko'tardingiz. Nima? Gulira'no tuhmat qilyapti meni fikrim bo'yicha, yana sud hal qiladi. Gulira'noni ko'rsatmalari 3-4 xil chiqyapti. Va u albatta bunga majbur u menimcha, chunki oilasi bor, u yerda mahallasi bor, ularning oldida hozir jim tursa, odamlarga har bittasiga o'zini oqlab keta olmaydi. O'zi ham aytayapti, men oqlamayman o'zimni, deyapti. Endi ichki ishlaridagi vaziyat o'sha administrativ xatolar. U yerda uni bu sud bularni ayblashi yaxshilab mantiqan o'ylasangiz, sizga bitta shpargalka berib qo'yay. Sud o'sha joyda ichki ishlarni ayblashini ma'nosi nima qilibdi u ikkalasi zino qilsa, sen nima aralashyapsan deb ayblayapti. Qo'pol qilib aytganda, zino qilsa qilaversin, sening nima ishing bor degan narsani qonun oldinga suryapti. Qonun ichki ishlarga yuklagan vazifa bor. Sen vazifangdan tashqariga chiqma, sen prokuror emassan. Zino qilgan bo'lsa, qilibdi, sen nima ishing bor, deyapti. Men bu bilan uni zino qildi demayman. Lekin qonunda ularni o'shanaqangi axloqsiz ish qilgan bo'lsa, nima ishing bor, deyapti. Tushunyapsizmi? qilgan bo'lsa. Yo'q, asli shunaqa deyapti. Sen aralashma unga, deyapti. Sen aralashma. Ular shunaqa qilgan bo'lsa, qilgan, nima ishing bor seni, deyapti. Tushunyapsizmi? O'tdagi yigitlar o'sha erkakligi hissi uyg'onib, sen iflos deb so'kib yuborgan bo'lsa, so'kma, deyapti. Qo'yaver, bu iflos bo'lsa senga nima, deyapti. Seni vazifang insonning huquqini himoya qilish. Sen o'tda odam o'ldirish bo'ladimi? Norasida bir balog'at ketmagan qizni zo'rlash bormi? Shu bilan shug'ullansan. Hozir yana Shohruh G'iyosov aytayaptiki, yana chaqiriq bo'lsa, yana boradi. Sistema shunaqa. Borishga majbur ular. Endi domla qarang, mana men sizga bitta narsani aytay. Ertaga balkim ko'rishamiz, balkim ko'rishmasmiz, siz bilmayman. Siz bilanda siz o'ylagan holat bu yerda bo'lmagan. Bizning qo'limizda polni yetarli dalil bor. Yo, uni u bilan shug'ullanmayapman. Men o'ylamayapman ham. Yana aytayapman, u xotinni zino qildi demayapman. Yana qaytadan aytayapman. Siz 7-marta takrorlayapsiz. Men aytayapmanki, bu masala administrativ asosda ichki ishlar yigitlari xato ish qilgan, sud ularni aybdor deb topdi. Bu xotinning videolarini tarqatish noto'g'ri. Tarqatganlar dayuslikdan nasibasi bor, deyapman. Bo'ldi, nuqta. Qarang, domla, sizga bitta narsada mana hozir shu mana shu holatda ayblab tursiz, Gulira'ni. Men ayblayotganim yo'q. Sud ayblaydi. Men ayblamayotgan bo'lsangiz, men bir ulasam, billahi uchalamiz gaplashsak bo'ladimi? Men nima qilaman u xotin bilan gaplashib? Aytasiz-ku, mana tema kommentariy bildiryapsiz kimga? Yo'q, xohlagan joyda kommentariy bildiraman men. Yo'q, agar hozir bitta shuni o'ylayman, bitta uchalamiz mana shu. Nimaga siz bilaman, nimaga u bilan o'tirman? Men sizga o'zim aytib turibman, bu mavzuni ko'taraverishlik, o'sha xotinni olib chiqib bu to'g'ri deb shunga harakat qilaverish noto'g'ri deb aytib turibman men. Yopish kerak buni deyapman. Sizni efiringizdan ko'rayotgan ekanda hozir menga yozyapti, mana ulang deb. Yo'q, nima qilasiz ular buni? U borib eri bilan kelsin, men bilan gaplashadigan bo'lsa. Eri ham kelsin, o'tirsin, mayli, o'tirib gapini eshitamiz. Nima qilaman begona xotinni olib bu yerga ommaga olib chiqib olib turib uni siz o'tga kirganmisiz, yalang'ochmidingiz, kim yalang'och qildi, tursigingizni kim yechdi deb gapiramanmi? Yo'q, balkim sizga gapirmadi, bilmayman. Menga hammasini gapi bor. Hammasi chiqyapti. Hozir bir to'da bo'lib chiqyapti. To'dalanib kelsin, aytayapman. Dinozavrlarni olib kelsin. Men fikrimni bildiryapman. Siz og'zingizga kelgan gapni gapiryapsiz. Hali bu shundoq qolib ketmaydi. Har bir erkak gapirgan gapiga javob beradi. Chunki qonuniy davlatda yashayapmiz. Bu shundoq havoga uchib ketavermaydi.
Shunday. Saviyangizni ko'rdik. Endi sizga bir nasihat. Prokuratura kim, ichki ishlar nima, sud nima, sal farqiga borib oling. Endi shariat bo'yicha sizga men bir nasihat qilishga haqqim yo'q. O'zingizni shariatingiz bor, bemalol yashayvering. Salomat bo'ling. Salom.